Og'zingni ochgur, pulim yo'q, qayerdan olib beraman? Menga kelib doim shunaqa, doim sizni pulingiz bo'lmaydi. Voy cherak. Nima bo'lyapti o'g'lim? Yana nechun janlashyapsizlar? Ko'rmaysizmi, keliningizga telefon olib bering deydi. Pulim yo'q deb olmay tushunmaydi. Bo'ta bir chakka ochyapti shunga. O'g'lim, buni yo'li bor-ku. Puling bo'lmasa olib beraman deb qo'y, jag'i ochadi. Keyin olib berolmasanchi? Yana olib beraman deb va'da beraversa, olib bermayman desa, janjal bo'lyapti, bolam. Bir tomonni to'g'ri aytyapsan. Xotin, bo'pti, aytgan telefoningni olib beraman. Rostdanmi va'da berasizmi? Va'da beraman. Adasi kechga nima ovqat qilay? Xotin, mana so'ragan telefoning. U aytib turibsizmi? Aldamayapsizmi? Aldamayotganim yo'q. Shu kuni senga va'da berdim-ku. Ertasi kuni ishxonadan berib turishdi-ku. Yaxshilagan xodimga shuni san tutaqol. Voy, adasi katta rahmat. Shu yana bitta iltimosim bor-da, bilasiz. Yaqinda singlimni to'yi, qo'llarim bo'shab qolgan. Shunga bitta uzuk bilan bitta bilaguzuk olib bera olasizmi? Ha, buni olib beraman. Va'da berasizmi? Va'da beraman. Voy, rahmat, buni gruppaga tashima hammaga. Ha, o'g'iltoy, men aytgan uslub ish beryaptimi? Ada, siz aytganingizni qolmay olam har kuni tinchayi. Buni siri shunda-da, ayollar qulog'i bilan sevadi. Men onangga 30 yildan beri ko'ylak olib beraman deb va'da beraman. Ha, olib berdingizmi? Yo'q, va'da berishni davom etaman. Zato oilamiz tinch. Adasi so'ranabsiz-a. Qimmatini oldim-de. Oldin nima so'rasam, yo'q derdingiz. O'zi oldinlari g'iz ahmoq bo'lgan ekanman. Ha, yo'q dedim, haqiqatan yo'q bo'lib ketardi. O'zi xotin kishi nima so'rasa, olib beraman deb va'da berish kerak ekan. O'zi yetkazar ekan. Adasi shu bolalarni bog'chaga olib borib kelganda bitta mashina olib bering. Mashinami, voy? Va'da berasizmi? Va'da beraman. Chehrona qara. Chehrona tur samolyot qimirlayapti. Chehrona tur. Chehrona. A few moments later. Rahmat. Keldimi? Hay bilan. Bo'lardi. Sangachi bo'g'dirib turib urishaman, ukam xolasang. Rostdan? Siz yaxshi bo'lardi. Qo'limni chiqarib yuborma, uka. To'ydan keyin menga sovg'a qilish o'zi kerak emas-da menga bular. Ha, bu BU telefonlar, to'g'rimi? Holatlarni ko'ryapman, achinarli holatlarda. Qana achinarli nima deyapsan? Mana u 100 yomchisi. Hop, 100 bo'lsa ham endi yerga shiqalaganni farqi bo'ladi, yo'q, to'g'rimi? Qana yerga shiqalagan, qo'lda turganmi? Kelasiga $1000 dan $2000 beraman. To'yga odamga o'xshatyapsan, yerga shiqalagan deysan. Yo'q, $2000 beraman, oka. Agar bersangiz shunaqa. Kelasiga. Bittasigami? Kelasiga. Yo'q, ukam 3000 bo'ladi, uka. 1,5 mingdan. 3000? Ha, yengiz shunaqa-yu, sizlar shunaqa mahoratlilar bor. Yangisi, uka. Yo, bu-ku, aka bu. Bu bo'lgani bilan yangi holati вообще ideal, uka. Sal kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi ukam olsang ham o'sha narxga beraman, ukam. Instagramda normal narxlarga olasan. O'shancha narsa biz senga aytamiz. Olamiz, aka, endi sal kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Qo'limni chiqarib yuborma, uka. O'shani kelishtirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Kelishtirib beramiz, uka. Hatto men sportsmenman, aka. Sizga chiqib bo'g'ib qo'ymasimdan, shunaqa pul bersangiz yaxshi bo'lardi. Sangachi bo'g'dirib turib urishaman, ukam xolasang. Rostdan? Bo'ldi. Sodadan keyin gaplashamiz, aka. Bo'ladi, uka. Qochirib o'rmasam bo'ldi ish qilib. Yugurasan, uka. Bo'ldi, kelishtirib bering azgincha. $1200 dan bo'ladimi? Uka, prosta sen jinni qo'shgin, uka, beraman. Mana 1200 dan 2400 qo'yma. Bu holatiga qarab. 1,5 mingdan 3000 hisoblab qo'yganman, uka. Endi bu eSIM-ku, menmi SIM kartali. To'g'ri, oq endi sal skromniyroq, menmi rangini o'zingiz bilasiz. Biraz aytaman, ukam 17 ni 3 ta rangidan ishlatib bo'ldim o'sha. Aha. Zerikdim. Hop. Allohga shukr. Yangi yana sovg'a qilishdi boydan keyin. Prosta bularni berib yuborsam, yangilarni otib ishlataman, uka. Aha. Menga ham pul zararli, uka. Boshqa bo'ldi, katta narsa olaman. Men sizni tushundim, aka. Hop, 1300 dan olaman, bitta sharti bor. Ha. Men endi yaxshi tromka qilaman-da. 3 minut, 5 minut qilmayman. 10 minutdan 5 ta raund turishamiz, 1300 dan berdim. 10 minutda nechta raund turishamiz? 5 ta raund. Charchab qolmasangiz bo'ldi. 1 minut bo'lmasdan qochib ketsin-chi. Endi aka, 10 minut ichida bersangiz bo'ldi. Voy 10 minutga bormaysan, uka. Rozimisiz? Keyin gaplashamiz uni. Bizni amalda destida ko'rsatamiz. 1,5 mingdan 3000 berasan, Karochi 1 minut senga yetadi, karochi. Yo'q, 1300 dan 2600 berdim. Bersangiz bo'ldi, maydalashmay, aka, shuncha chiqardimmi? Berdim, uka. Uzib olaymi endi, uka? Rozimisiz? Roziman, aka. Bo'ldi. Hop, zalga boraman, gaplashamiz, yo'g'im. Zalni qilasan, mana shu ko'raveramiz, uka. Bo'ldi, gap yo'q. Sirazi. Xudo xolisi, kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizning nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ichidagi narsalarni o'chirib cho'tka qilib bersangiz, pulingiz sanagunimcha yo'q qolmay, aka yana. Ukajonim.